Chelak shahri Ahmad Yassaviy mahallasida umumiy maydoni 907 sotixdan iborat hovli sotuvga qo'yildi. Bu safargi videomiz shu haqida bo'ladi. Hovlining manzili Ahmad Yassaviy mahallasida joylashgan Yulduzcha bog'chaga qarama-qarshi ko'chadan kirganda chap tomonga 3-berk ko'chada joylashgan. Hovliga kirishingiz bilan chap tomonda 3 ta xona, o'ng tomonda esa 5 ta xona joylashgan. Endi esa sizlar bilan qisqacha xonalarni ko'rib chiqamiz. Hovlidagi asosiy imoratga kirishimiz bilan hovlidan tashqari 4 ta xona joylashgan. Endi esa sizlar bilan mehmonxonani ko'rib chiqamiz. Mehmonxonamizni o'lchamlari 4 metrga 8 metrni tashkil etadi. Bu yerdagi mebel jihozlar olib chiqib ketiladi. Keyingi ko'radigan xonamiz yotoqxona sifatida foydalaniladi. Bu yerdagi mebellar, to'shanchalar ham olib chiqib ketiladi. Keyingi ko'radigan xonalarimiz ichma-ich xonalar hisoblanadi. Bu yerdagi narsalar ham olib chiqib ketiladi. Va bu ko'radigan xonangiz esa 4-xona. Darvozadan kirganda chap tomondagi imoratda 2 ta teraska va uni yonida bittadan xonasi ham bor. Hovlining asosiy imoratlaridan tashqari 2 ta og'il ayvoni bilan oshxona yonidagi xonasi bilan kladovka va bundan tashqari ko'chadan darvoza ochib qoldirilgan garaji ham bor. Ushbu salkam 10 sotiq chiqadigan hovlimizning hujjatlari joy-joyida, mahallada gaz, svet, suv bor. Narxiga keladigan bo'lsak, 59900 dollar kelishtirib beradigan joyi bor deb aytib o'tishyapti egalari. Kimga qiziq bo'lsa, ekranlarda ko'rib turgan telefon raqamlaringizga qo'ng'iroq qilib, o'zlaringizga ma'qul narxni aytib bemalol savdolashlaringiz mumkin azizlar. Bu videoni maksimal barcha Chelak shahridan hovli sotib olaman degan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Hammaga kattakon rahmat. Sizlar bilan Shohjahon Aslanov bo'ldi.